жас халықтың аманаты. Assalomu alaykum aziz hurmatli Turon bobosi kanalining kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar, omonmisizlar, charchamasizlar, yuzlaringlar ishlar bilan harmanglar. Mana kirib kelgan Ramazon oyingiz hammangizga muborak bo'lsin. Va tutgan ro'zalaringiz Alloh darajasida qabul bo'lsin deb qolamiz. Mana bugun o'zingiz ko'rganingizdek Navbat qizimizning uyine mana Berik bilan birga keldim. Assalomu alaykum. O'zingiz salomlashing. Amansizlarmi? Assalomu alaykum. Elдің халықтың аманаты жаздық. Және де ақшалай алып келдік. Общий халықтан жиналған ақша 4 миллионнан асып кетті. 5 миллионға жақындады. Алланың қалауымен түсіп жатыр. Аманатты жеткізіп жатырмыз халықты. Рамазан айы қабыл болған оразаларыңыз қабыл етсін Алла Тағала. Жылдан жылға аман есен жеткізе берсін Алла Тағала. Амин. Аман жүрейік, сау болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Bo'pti bo'lmasa, kirib ko'ramiz navbatligini. Kel. Mana aziz hurmatli do'stlar, mana bugun shu Navbat qizimizning uyine keldim. Mana bu yoqda o'zingiz tanishlar, o'tgan videolarda. Assalomu alaykum. Amansizlarmi? O'tgan videolarda shu sizga bir yordam qiling, mana joyim ajoyibon cho'zilib ketdi deb Qozog'iston Respublikasi Olmati shahridan kelib o'tiribdi. Shu homiylarni ko'rib, shu bozor aralab bir aqsha jinob beraman, yordam qilaman deb o'zi keldi. Hozir birgalikda aqsha jinob o'tirmiz. Hozir shu jinob aqshalarni shularga berib ketdik. Turon bobo kanaliмен birga jinob o'tirmiz. Endi o'zingiz ham bir ayting, o'zingiz ham bor. Ya bizda Turon bobo kanaliмен Atamurod atamiz bilan birga jinob o'tirmiz. İhsan sadaqalarni. Endi Ramazan ayı qutlu bo'lsin, oң bo'lsin, ұстаған оразаларыңды Алла қабыл етсін. Bir sadaqalaring bo'lsa, осы Navbat apaga көмек ретінде, садақа ретінде, ihsan ретінде берсеңдер болады bir sadaqa. Bir sadaqаны да мұқтаж жандарға да. Бұл кісі мұқтаж ғой енді. Соны Алла разылығы үшін деп берсеңдер болады. Рамазан айында сауап 10 есе еселенеді. Сіздерге берсеңіз 10 есе қайтып келеді иншалла. Рамазан айлары құтты болсын, оң болсын, ұстаған оразаларыңды қабыл етсін. Endi kecha mana bir bozor aralab yurgan vaqtda bir magazindan mana bir ayol odam shu joy o'tir ekansizlar, shu joyingizga deb mana 4 yostiq berib to'g'rimi? Mana 4 yostiq. Shunday deb qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa. Ishkanda klem bor, unutib ketibsan. Glemmi? Endilikda olib qo'yibdi, ma'qul. Endilikda olib kelamiz, xudo xolasa. Shu sulga bor edi, sulgani jo'g'altib oldik-ku, jo'qda shu. Şu Mangıt'tan, Amudar rayonu Mangıt bazarından berdi. Allah razı olsun, bu kişiye de rahmet, şu hizmetleri Allah'dan qaytsın. Emre, o'zingizdan bir zat ayting endi, bu vaqtdan beri. Assalomu alaykum, hurmatli qo'llab-quvvatlab o'tirgan apalar, og'alarim, rahmatlaringiz keldi. Ramazon oyi, Xudoyim baringizga semyangizga baxt olib kelsin, ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Bayramda Xudoyim semyangizga, baringizga to'ylar bo'lsin. Rahmat, qo'llab-quvvatlab o'tirganingizga. Berik inimizdan so'ncha yerdan kelib, Qozog'iston yelatidan kelib jardam berib o'tiribdi. Hozir kelganimga 10 kun bo'lib qoldi. Jinob, aqsha jinob o'tirdi men uchun. Alloh razı bo'lsin. Sog'lik, semyasına baxt tilayman, ko'p yashasin. Atam mendan yurtdi, birgalikda men uchun aytib kun demay, tun demay aytib yugurib uyga kelib, tuskanga akib berib o'tiribdi pullarni. Rahmat, kim sadaqa qilgan bo'lsa Allohdan qaytsin, semyangiz sog'dayim. Allohning nuri yog'sin, umr jasingiz uzoq bo'lsin. Balamizga da rahmat. Ağamızga da rahmet. Endi tutgan pullarni barini akib berib o'tiribdi. Rahmat, Alloh razı bo'lsin. Bugun rahmatlaringiz keldi. Bolaga da rahmat. Sog'lik tilayman, shifo tilayman baringizga. Atama da rahmat. Aytib halimdan xabar olib, produkt akib berdi kishini bir bola.
Продукты бәрін әкеп беріп отырыпты. Рахмет. Енді бір имарат алып алсам, бір бөлме болса да, сол ниетінде жүріппіз. Рахмет. Бір қоныс тауып отырғызсақ деп отырыпты бұлар. Ниетімізге жеткеніміз мына Рамазан айында мен біздің ниетімізге жетіп, ойлаған армандарымызға жеткеніміз. Дүнияда не жақсы тілек болса, әрмеңізге Құдайым семьяңызға бәріне Құдайым өздеріңізге барғай. Рахмет. Сізге де рахмет, ата сізге де рахмет. Мына әзізлер, мына өздеріңіз мына гәп сөздерді естіңіздер, өздеріңіздің әммаңызда хабарыңыз бар. Şu жай алып береміз деп шу ниет қылып башлағанымызға да мына шу 1,5 yıl болыпты. 1,5 yıldan beri şu жайды ала алмай жатырмыз. Себебі шу халқымызға да рахмет. Мына қолдап қуатлап келатырсыздар. Енді биягына да шу сәл гана қолдап қуатла берсеңдер, шу жай аламыз деген үміттеміз. Мына шу Рамазан айында иқсаларыңыз болса, пітір садақаларыңыз болса, шу Nabat kızımızın kartları tutuşu kartlarda bir fark olmasa 5.000 so'mdan bo'lsa 10.000 so'mdan bo'lsa da qo'llab quvvatlab tursanlar yordam berib inshaalloh siz alamiz deb bu kishi bilan birgalikda yurtimiz xudo xohlasa Alloh buyursa. Endi sizlardan bir iltimos, endi biz joy qayerdan bo'lishini tanlamaymiz, shu rayondan bo'ladimi, Tarqatash Xo'jayildan bo'ladimi, Nukusdan bo'ladimi, qayerdan bo'lsa da shu bir komnatali joy bo'lsa da shu bir joy bo'lsa bo'ldi deb turibdi. Shuning uchun biz sizlardan iltimos qilamiz, shu ko'rgan bilganingiz bo'lsa, eshitgan bilganingiz shu 30 millionliklar atrofida bir joy bo'lsa, uni arzon bo'lsa ham yaxshi. Endi bu sizlarning yordamingizga, sizlarning qo'llab-quvvatlag'ingizga bog'liq. Biz 50 million, 100 millionlik joyni olmaymiz, sababi ақшалар енді көп emas. Shu 30 million atrofida bo'lsa, biz shu joyni olamiz degan umiddamiz shu oyning oxiriga deyin. Shunday emasmi? Durust, inshaalloh. Bir komnatali joy bo'lsa, shu Qarao'zakdan bo'ladimi, Taxtako'pirdan bo'ladimi, Qo'ng'irotdan bo'ladimi, durustmi? Nukusdan qayerdan bo'lsa da bu qattiq qiynalib ketdi. Avasha kvartira yurtdi mana 19-20-yildan beri. Shunga buyog'am qiynalib mana shu Qozog'istondan kelgan ekan, bu kishidan ham Alloh rozi bo'lsin. Shu niyatlari qabul bo'lsin. Shunda sizlardan boshqa o'tinishimiz yo'q. Shu mana shu Ramazon oyida shu iloji bo'lsa, shu kim iloji bo'lmasa shu layklarni bosib bir kommentarlar yozib tursangiz, shu layk bosish ham yaxshi, 3 odamga tarqaydi shu videomiz. Shuning uchun layklarni bosib, kommentarlar yozib, shu Ramazon oyida hop deb bir joy olib bersak, xudo xolasa ajoyib bo'lar edi. Gapingiz bo'lsa ayting. Yo'q, bir sadaqani qatelespesem biz жақта Қазақстанда әлі не қылмапты, 500 теңгеден болғанда да сомасы шаққанда 15.000 сомдай болып қалады адам басына негізі пітір садақа. Қазір есаптасаң, бір бидайдың несіне есаптайды? 10 бар ғой бидай. Bir adam 15.000 сомға біздің пұлға? Иә, 15.000 сом болады. 15.000 сомнан сондай бидайдан есапталады да. 15.000, 20.000 сомнан лақтырсаңдар, бір пітір садақаның ақысы ғой. Иә. Сондай өз ненің онымен есапталады ата. Қазақ мұсылман діни басқарма қояды ғой. Оны біледі ғой халқымыз, біледі. Біледі шығар, пітір садақаның сумасын біледі шығар. Өзі сума болады, определенный бір сума болады. Şu summаны пәлен сом деп біз не қылмаймыз, қолымыздан келгенше. Қолымыздан келгенше. Бірақ пітір садақаның бағасын айтып жатырмын. Шариғат бойынша айтып жатырмын. Діни мұсылман басқармасы. Бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жыл сайын өзі пітір садақаның несін шығарады да, бір 10 бидайға есаптайды. Иә. Сонымен шаққанда бір 20-25 сом болады қазіргімен есаптағанда. Сізде башқа кеп сөз жоқ, қара. Бопты болмаса әзіздер, мына шу әуелен бар шу садақаларымыз Алла бәрінде қабыл болсын. Шу яңа да айттым, yana бір айтамын, қолыңыздан келгенше ярдәм етіңіздер, сау болыңдар, саламат болыңдар, ендігі күндерде көріскенше аман болыңдар, hammangizni katta-katta rahmat.